Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Founder Trader kanali. Bugun PropShot nimaligi va PropShotlarni qayerdan olish, ishonchlilarini tanlash va qoidalari hammasini ko'rib chiqamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar, hammasiga javob topasizlar va video davomida bonus, skidka va qolgan mayda-chuyda narsalarni aytib o'taman. Bu mayda-chuyda narsalar ham muhim. Shu sabab videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar o'zingizlarga yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa boshladik. PropShot nima? PropShot sizga investitsiya qiladi. Faqat bu investitsiyani olish uchun investitsiyani olib ishlash uchun siz uni talablariga javob berishingiz kerak. Hozir bu videoda 3 ta modulga bo'lib oldim PropShotlar haqida. Bularda PropShot afzalliklari, PropShot qoidalari, PropShot imtihondan o'tish jarayoni va PropShot olish, qayerdan olish, ishonchlilarini olish. Buni oxirida aytaman. Bo'lmasa boshladik. Ikkinchi slayd. PropShot afzalliklari risk kam bo'ladi. Ya'ni PropShotlar maksimalda 200 gacha kapital ajratadi. Endi realniy shotda hisoblaymiz. 200 ga PropShot yoki 200 ga real shot. Afzalliklarini aytib beraman. Agar PropShotda 200 gadan siz minus qiladigan bo'lsangiz, misol uchun ko'proq minus qiladigan bo'lsangiz, ya'ni 10%. Maksimal chegara PropShotda 10% bo'ladi. 200 ganing 10% $20,000 bo'ladi. Realniy shotda bo'lsa, agar $20,000 minus qiladigan bo'lsangiz, realniy pulingizdan ketadi. PropShotda bo'lsa $20,000 minus qiladigan bo'lsangiz, PropShot yopiladi, PropShotingiz kuyadi. Siz real shotga qaraganda siz $700 minus qilasiz agar 200 ga kapitalingiz o'sha PropShotingiz kuyadigan bo'lsa, maksimalniy loss limit ushlab qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha $20,000 minus qilasiz. Realniy shotda bo'lsa $20,000 realniy pul ketadi va bu yoqda psixologiyaga ham yomon ta'sir qiladi. Real shotda anchagina, PropShotda uncha bilinmaydi. Как demoda ishlaysiz. PropShotda shu sabab PropShot ancha yaxshiroq va PropShotlar kichik summa evaziga katta kapital olishingiz mumkin. Ya'ni PropShotlarda eng kichik kapital $5,000. U $5,000 da siz $32 to'lab olishingiz mumkin. $32 evaziga katta kapital $5,000 olasiz. Misol uchun eng minimum. Lekin PropShotlar tajriba va intizom, ya'ni siz doimiy savdoda bo'lasiz. Misol uchun doimiy savdoda bo'lasiz. Real shotga o'xshab agar $100 tashab slip qiladigan bo'lsangiz, real shotda keyin yana pul yig'ib depozit qilgunizcha orada tradingda pauza bo'lib qoladi sizda. PropShotda bo'lsa har doim savdoda bo'lasiz, har doim kunlik trade qilasiz. Intizom. PropShot intizomga o'rgatadi. Risk menejmentlarni boshqarish, o'zingiz riskingizni boshqarishni o'rgatadi. Balansda nima desa bo'ladi? Pulda emas, foizda hisoblashga o'rgatadi PropShotlar. Mana shu zo'r narsa. Siz doimiy savdoda bo'lasiz, shu sabab tajriba sizda oshib boraveradi. Real shotda bo'lsa o'rtada pauza bo'lib, qilgan xatoingizni tushunmasdan pullar kasha bo'lib ketadi. Real shotda shu sabab PropShot yaxshi deb bilaman. Bo'lmasa 3-slaydga o'tamiz. PropShot qoidalari va asosiy narsa ham shu 3-slayd qoidalar haqida aytib beraman. PropShot qoidalari siz PropShotni olganingizdan keyin shundoq ola olmaysiz, uni imtihondan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ular bilishi kerak, siz rostdan ham stabilniy trade qilishingiz kerak. Ular sizga ishonib, o'zini pulini ishonch komil bo'lishi kerak, o'zini pulini berish uchun. Shu sabab siz imtihondan o'tkazadi. Bu imtihonda siz standartniy imtihon 2 bosqich bo'ladi. Birinchi etapda 8% foyda qilishingiz kerak shotga nisbatan, ikkinchi etapda bo'lsa 5% foyda qilishingiz kerak. Va bularni bajarib bo'lganingizdan keyin, ya'ni profit target, foyda maqsadi bajarilgandan so'ng siz imtihondan o'tasiz va sizga realniy shot beriladi. Bu realniy shotda qilgan foydingizni har 14 kunda yechib olsangiz bo'ladi. Visa kartaga yechilmaydi PropShotlarda, USDT ga yechiladi. Bu juda ham oson. Ko'pchilik kripto deb ataydi. Kripto bilan USDT deb atashim bir xil, ikkalasi ham ma'nosi teng. Telegramda yozsanglar agar pul yechishlari, boshqa narsalarni tushuntirib boraman. Telegram kanal описаниеda bo'ladi. Video tagida qo'yib qo'yaman Telegram kanal linkini. U Telegram kanal Prop Trading Community, ya'ni faqat u yerda propda ishlaydiganlar bo'ladi va PropShotlar haqida ma'lumotlar berib boriladi. Shu Telegramni o'tib yozsanglar, qanaqadir savolinglar bo'lsa video davomida savol bo'lishi aniq. Shu sabab Telegram linkni описаниеda qo'yib qo'yaman.
Telegramga o'tib yozsanglar, tushunmagan joylarga javob berib boraman. Bo'lmasa shunaqa imtihoni 2 etap bo'ladi. Birinchi etap 8% foyda qilishingiz kerak, ikkinchi etap 5%. Lekin ularni limiti bo'ladi, ya'ni minus chegarasi bo'ladi, yo'qotish chegarasi. Siz bir kunda 5% minus qilmashingiz kerak, umumiy bo'lsa 10% minus qilmashingiz kerak boya aytganimdek. Agar minus qiladigan bo'lsangiz, shotingiz yopiladi va kuyadi o'sha. To'lagan pulingiz kuyadi, sizdan qolgan hech narsa talab etilmaydi. Yana minimalniy savdo kunlari bor, ya'ni minimal trading days 5 kun yoki 2 kun deb yozib qo'yadi. Bu degani siz bir kunda profit targetni bajarib, misol uchun bir kunda o'zi profit target 8% bo'ladi birinchi etapda. Bir kunda 8% foyda qilsangiz, ertasi kuni siz imtihondan o'ta olmaysiz, imtihondan o'tkazmaydi. Yana 5 kun shotda savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz bir kunda misol uchun profit targetni bajarib qo'yadigan bo'lsangiz, siz ya'ni minimal trading days 5 kun o'zi, siz bir kun savdo qildingiz, yana 4 kun 001 lotdan shuni сделка ochib yopasiz va plan bajariladi. 4 kundan so'ng sizga ikkinchi etap login parol Gmailga keladi. Shunaqa bo'ladi PropShot jarayoni. Ya'ni PropShotdan akkaunt olish, challenge to'lov qanaqa bo'ladi, strategiya sinov, ya'ni taqiqlangan strategiyalar, imtihondan o'tib real kapital bilan ishlash. Bularni tushuntirib ketamiz. PropShot olish, ishonchlilarini tanlash va qanday qilib olish, hammasi kanalimizga o'tsanglar, shu videoda tushuntirilgan. Mana PropShot olish va qoidalari haqida tushuntirish. Shu videoda hammasi aytilgan va bu yerda описаниеda Telegram kanalini qo'yib ketganman linkini va sayt linkini qo'yib ketganman. Shu videoda tushunib olsanglar bo'ladi to'liq qayerdan olish, ishonchlilarini tanlash. Xullas, videoni men tugataman. Tushuntirib berdim hammasini, PropShot nima, qanaqa narsa, qanaqa ishlaydi. Hammasi tushuntirildi videoda. Tushunmaganlar bo'lsa, shu описаниеda qo'yib ketaman Telegram kanal linkini. Bu joyda bo'ladi, ya'ni video tagida Telegram deb yozib qo'yaman. Shu joyga bitta bosib o'tsanglar, tushunmagan joylarni, savolinglarni berasizlar, men to'liq javob berib boraman sizga.